Xonanda Sevinch Mo'minova yo'l transport hodisasiga uchragani haqida ma'lumot berdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, video ostiga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Sevinch Mo'minova 20-dekabr kuni yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda uning Instagram sahifasida ma'lum qilindi. Bugun Sevinch Mo'minova bilan bog'liq kutilmagan holat bo'ldi. U avariyaga uchradi. Shukrki, hozirda uning ahvoli yaxshi, sog'-salomat. Xavotir olib yozgan, duo qilgan barchaga uning nomidan chin yurakdan rahmat. Xonandaning Instagram sahifasida hodisaning boshqa tafsilotlari oshkor qilinmagan. Qayd etilishicha, xonanda yo'l transport hodisasi oqibatida boshidan jarohatlangan. U bir kun davomida kasalxonada davolanganidan so'ng uyiga javob berilgan. Hozirda uning ahvoli yaxshi ekanligi aytilmoqda. Xonanda Sharof Muqimov telefoniga kelgan SMS xabarlarga ishonib 150 ming so'm miqdoridagi mablag'ini yo'qotganini ma'lum qilgan. Shundan so'ng u boshqalarni ham bunday firibgarlikdan ogoh bo'lishga chaqirgan. Bir kunda 3-4 marotaba Telegramdan fayllar kelib turadi. Bunday ko'rinishdagi fayllarni ehtiyotkorlik bilan o'chirib tashlayman. Ammo bir marta SMS orqali firibgarlikdan jabr ko'rdim. Ya'ni internetimga megabayt olish uchun hisobimga 150 ming so'm o'tkazdim. So'ng ushbu chiroyli raqamni bir necha yillardan buyon ishlatib kelayotganingiz va kompaniyamizga pul to'lab kelayotganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorlik sifatida sizni pul mukofoti bilan rag'batlantirmoqchimiz. Qabul qilish uchun telefoningizga kelgan kodni bizga jo'nating degan xabar keldi. Xursand bo'lib bunga ishonibman va kelgan kodni ularga jo'natdim. Shu bilan megabayt uchun hisobimga o'tkazgan pulim yo'qda. Haligilar 150 ming so'mni telefon hisobimdan yechib olishibdi. Bugungi kunda Telegram orqali birovlarning nomiga kredit olish, kamerasi yoki galereyasiga ruxsat olib firibgarlik qilib, odamlarning pullarini yechib olishlar ko'paygan. Bu qo'rqinchli holat. Fuqarolardan telefonlarga kelgan har qanday xabarlarga ehtiyot bo'lishlarini, ularni ochmasliklarini so'rayman, deydi xonanda.